Tarixdan buyon Uyg'urlarning hayotida yuz bergan nurg'un qitimliq irqiy qirg'inchiliklar va insoniyatga qarshi jinoyatlarda milliy munofiqlar yoki o'z ichidan chiqqan sotqinlar ma'lum rollarni o'ynab kelgan. Bundaq ahvol mustamlika qilingan yoki qirg'inchilik uchirgan boshqa xalqlarning tarixidami ko'rildi. Yahudiy irqiy qirg'inchiligidami bu to'g'riliq nurg'un misollar mavjud. Natsistlar Germaniyasi ishg'ol qilgan Yevropadagi nurg'un davlat va rayonlardagi yahudilar markazlik o'tiraqlashgan mahallalarda bir qism yahudilarning natsistlar bilan hamkorlashganligi, hatto ularning yahudilarni tutib berish, tizimlash va lagerlarga yo'llash ishlarida qo'li borligi ma'lum. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin bu xildagi kishilar Yahudi munofiqlari deb atalib, Yahudi millatchi tashkilotlari va Isroiliya davlati tomonidan jazolangan. Ularning yana bir qismlari urushdan keyingi xalqaro sudda urush jinoyatchisi deb qaralgan natsistlar bilan birlikda jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bo'libmi 1950 yili Isroiliya hukumati Isroiliya xalqining talabi bilan qechib yurib jon saqlayotgan natsistlarni va o'z davrida natsistlarga hamkorlashgan Yahudi munofiqlarni jazolash to'g'riliq maxsus qaror e'lon qilgan. Buning bilan Isroiliyada milliy munofiqlarni jazolash qonunlashtirilgan. Darvaqa bugungi kunda Yahudi qirg'inchiligidan keyingi yana bir qatimliq zo'r irqiy qirg'inchilik Uyg'urlar vatanida yuz bermoqda. Ya'ni, Ikkinchi dunyo urushidan keyin bir millatni yo'qotishni nishon qilgan ikkinchi qatimliq keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarning beshiga kelmoqda. Mushundaq bir cho'ng qirg'inchilikning yuz berishi va uning bugungacha davom qilishidimi o'xshashla Uyg'urlar ishidan chiqqan bir qism milliy munofiqlarning Xitoyga hamkorlashayotganligi va ma'lum rollarni o'ynayotganligini nazardan saqit qilolmaymiz albatta. Bugunga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumib qolmasdan, balki Xitoy bilan bir safda turib, Uyg'urlarga qarshi tashviqotlarda rol olayotganlar haqiqatan oz emas. Lagerlarni inkor qilgan Shuhrat Zokir, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilgan Zulhayat Ismoil va Zumrat Ubul, islomni xitoylashtirishning avangardi bo'lgan Juma Tahir, Abduraqib Tunyaz qatorliqlar bularning tipik misollaridandir. Uyg'ur eli Kommunist Xitoyning mustamlikasiga o'tgandan buyon Xitoyning atalmish birinchi avlod millatlar siyosati faqatla atalmish milliy territoriyalik avtonomiya haqqi bor millatlarni xitoylashtirish, ularning siyosiy va ma'muriy haqlarini tortib olish, qisqasi, osti xarakterlik irqiy yo'qotish uchun xizmat qilib kelgan edi. Shu qatorda osonliq millat kadrlarini tarbiyalash siyosati Xitoyning irqiy qirg'inchilikdan iborat asli nishonni pardozlash uchun qo'llanildi. Xitoy Kompartiyasining birinchi avlod rahbari Mao Zedong ayni chog'da millatlar masalasini yiltizdan hal qilish uchun zo'r bir turkum milliy kadrlarga tayanmay bo'lmaydi deb ko'rsatgan edi. U yana 1949 yilning oxiri Uyg'ur rayoniga askar tortib mangan Pondexoyga yo'llagan telegrammasida Xitoy Xalq ozodlik armiyasining hammadan burun Uyg'ur xalqi bilan ittifoqlashishi lozimligi, rayondagi asosliq yerlik millat bo'lgan Uyg'urlar orasidan zo'r sonda kommunist kadrlarni yetishtirib chiqish zarurligini ta'kidlagan edi. Halbuki 1950 yillarning ikkinchi yarmida Uyg'urlarning Xitoy kommunist hokimiyati ostida erishishga tegishli haqqi, avtonomiya haqlarining tortib olinganligiga qarshi chiqqan yoki Xitoy hokimiyatiga qarshilik ko'rsatgan Uyg'ur sarxillar aksar inqilobchi unsur, ashaddiy yerlik millatchi, pan-turkis degan siyosiy qalpoqlar bilan yo'qotildi. Xitoy Kompartiyasining ikkinchi avlod rahbari Deng Xiaopingmi 1980 yillarning boshlariga kelganda o'xshashla bölgünçilərə qarşı duruş və Şinjan xidmətini yaxşı işləşinin asası milli kadrlardır deyə göstərən idi. Halbuki, avtonomiyani haqiqiy əməlləşdirishni, Xitay köçmənlərinin Uyğur elindən çıxıb ketişini tələb qılğan Uyğur sərxillərə bu qitimmo ən avval bölgünçi, keyin bolsa dini əsəbi və terrorchidan ibarat qalpaqlar kiydirilib, zərbi berish nishoni qilindi. Deng Xiaoping davrining oxirgi mezgillərində 3 xil kuch degan bu qalpaq Uyğur millatining Xitoydagi yangi sübti bo'lib umumlashishga yuzlandi. Mao davridan Deng davrigacha bo'lgan jarayonda Bingtuan Uyg'ur avtonom rayonini qismoqqa elish va kontrol qilishdagi tayanch kuchga aylandi. Bu jarayonda Uyg'urlar tadrijiy holda o'z zaminlarini ko'chman Xitoylarga tutqizib qo'yishdan, oxirida o'z zaminlaridan qo'g'lab chiqarilish darajasiga yetdi. Xi Jinping davriga kelganda osonliq millatlar kadrlarini yetishtirish butunlay degidek Junxo ulusi, ya'ni Xitoy ulusi yaratish uchun xizmat qilish kerakligi oshkora tashviq qilinishga boshladi. Xi Jinping Mao va Dengning izini besib, Xitoydagi millatlar masalasini Xitoycha uslubda uzul-kesil hal qilmoqchi bo'ldi. Darvaqa,
Kommunist Xitoy hokimiyatining Mao Zedong rahbarligida davlat qurish, Deng Xiaoping boshchiligida qaddini ruslash va Shi Jinping davrida dunyoga xo'ja bo'lish strategiyalarining barliq qadam bosqichlarining hammasida Uyg'urlarni yo'qotishdan iborat bu niyat o'rtaq mavjud bo'lib keldi. Shunlashqami Xitoy suyar Qurban Tulumning izini bosadigan Kungzu suyar Qurban Niyozning paydo bo'lishi ajablanarli emas albatta. Gerçi Qurban Tulumni nurg'un Uyg'urlar bilsimi, ammo Qurban Niyozni bildiganlar ancha ko'p emas. Lekin Qurban Niyoz Uyg'urlarni xitoylashtirishdagi töhfakor milliy kadr sifatida Xitoydagi dаңlıq shaxslardan bo'lib qoldi. Undaqda biz Xitoylar ko'kka ko'tarayotgan qizil aktiv Qurban Niyoz va uning orqa ko'rinishiga nazar solib boqaylik. Xitoy matbuotlaridagi oshkora uchurlarga asoslanganda Qurban Niyoz Aqsu viloyatining Uchturpan noyisidan bo'lib, uning 2003-yili Uchturpan noyisi imomlarim bozorida Xitoy tili boshlang'ich maktabi ochib, atalmish qo'sh tillik ma'rifning Uyg'ur yezi kanatlarigacha umumlashtirilish qurilishida tunji qadamni olganligi ko'rsatilgan. Ammo Qurban Niyozning maktab ochishga solgan necha yuz ming yuan mablag'ining nadin kelganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ba'zi manbalarda shaxs mablag'i deyilsa, yana ba'zi manbalarda hukumat yordami deyilgan. Qurban Niyozning atalmish davlat tili maktabi nuqul holdagi Xitoy tili o'rgatish maktabi bo'lmasdan, balki ko'ngzichilik ta'limoti orqali Uyg'ur bolalarini kichigidan boshlab xitoylashtirishni nishon qilgan mengi yuyish maktabidir. 2016-yili Xitoy hukumati 17 million yuan mablag' silib, Qurban Niyozning maktabida 8700 kvadrat metr ko'lamdagi yangi yotoq binosi silib bergan. Bundan boshqa mazkur maktabga har yili Uchturpan noyalik hukumatdan ajratiladigan mablag'ning miqdori 760 ming yuan bo'lgan. Mana shunday kuchli qo'llashlar natijasida Qurban Niyozning maktabida Uyg'ur bolalari o'zlari bilan hech bir tarixiy tuqqandorchiligi bo'lmagan Kunzi ta'limotini o'rganib qolmay, balki yana Kunzining butiga tavob qilish, har kuni Kunzining haykali bilan mundishishga majbur bo'lgan. Uningdan boshqa Qurban Niyozning maktabidagi Uyg'ur bolalar Jingju teatri, Xuamulan, Shajabang qatorliq Xitoy klassik aholilarini aytalaydigan darajaga yetgan. Qurban Niyoz texi bir qancha kun avvalla Uchturpan noyisida ichilgan atalmish kadrlar yig'inida Xitoyning an'anaviy madaniyat va urf-odatlarini Uyg'urlarning hayotiga singdirib o'tish uchun yezi kanatlarda madaniyatda oziqlantirish tanlov do'konlari ichish taklifini bergan. Mazkur taklifning mohiyatidan qaraganda Uchturpanlik Uyg'urlarning keyingi yashash odatlarini butunlay xitoylashtirish, ya'ni xitoycha yeyish-ichish, xitoycha yashash, shundaqla Xitoy bo'lib tug'ilib, Xitoy bo'lib o'lishgacha barliq mazmunlarni o'z ichiga olganligidan gumon qilish ketmaydi. Qaraydigan bo'lsak, Qurban Niyoz atalmish maktab qurgan shu yillarda Uyg'ur elida atalmish qo'sh til nomidagi xitoylashtirish siyosati kuchab yo'l qo'yilgan yillar edi. Chunki bu yillar dal Xitoyning Uyg'ur elida 1950-yildan buyon yurgizib kelgan qo'sh til siyosatining ikkinchi bosqichi oxirlashish mezgili edi. Ikkinchi bosqich xitoylashtirish siyosati 90-yillardan boshlab yo'l qo'yilgan edi. Bu bosqichda Uyg'ur tili ma'rifdan qisman chiqarib tashlangan, Uyg'ur maktablari bilan Xitoy maktablari birlashtirilishga boshlagan atalmish qo'sh til tajriba sinfi har maktablarda qurilgan vaqtlar edi. 2003-yili atalmish qo'sh til ma'rifining 3-chi bosqichiga kirish davri bo'lib, Uyg'ur tilini ma'rifdan butunlay siqib chiqarish plan qilingan edi. Darvaqa, Qurban Niyozning dal shu yillarda Junxo madaniyati va an'analarini Uyg'ur bolalarining qalbiga singdirish xiyoliga kelib qilishi va Xitoy hukumatining kuchli qo'llashiga erishishi bir tasodifiylik emasligi tabiiy. Texi bu muhimi, 2000-yillarda Janubiy Uyg'ur elining asosli aholisi yanada Uyg'urlar edi. Bu rayonlarda Xitoy tilini umumlashtirish uchun belgili o'qituvchilar qo'shinining bo'lishi shart qilinadi. Halbuki bu vaqtda butkul Uyg'ur elidagi ma'rif sistemasida Xitoy tili saviya imtihoni yo'l qo'yilib, bu shartga uyg'un kelmaydigan Uyg'ur o'qituvchilar ishdan chekindirilgan. Qurban Niyozning qarashicha, til bilmaslik bir millatning taraqqiyotini cheklaydigan cho'ng omil bo'lib, keyingi avlodlarning qiynalib qolmasligi uchun cho'qim xitoylashish kerakmish. Bu yerdagi masala aslida Uyg'urlarni o'z tili va madaniyatidan butunlay ayirib, umumyuzlik xitoylashtirishni nishon qilinganligidir. Chunki Uyg'urlar umumyuzlik xitoylashtirilgandan keyin Xitoyning shaklan bergan atalmish avtonomiyasimi tabiiy holda amaldan qoladi. U chog'da Uyg'urlarning millat kimligi, tili va madaniyatini saqlashga hech ehtiyoj qolmaydi. Agarda Uyg'ur xalqi yuqorqi eng negizlik kimliklardan ayrilganda, ularning bir millat sifatida tarix sahnasidan g'oyib bo'lishi faqatla vaqt masalasiga aylandi.
Mushu ma'noda aytganda, mayli Qurboniyaz bo'lsin yoki Xitoy yetishtirib chiqqan boshqa bankrotlar bo'lsin, ularning Uyg'urlik nomi bilan bugungacha davomlashtirib kelayotgan barliq qilmishlari amaliyotda o'z millatining ulini ko'lab, Xitoyga yantayoq bo'lishdan boshqa narsa emas, albatta. Kanalımızga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarqib bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarqitib berishi, hammaga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.